O'zbek ayollarini boshqa millat ayollari bilan nima farqlari bor? Bizning o'zbek ayollarining eng hurmat qiladigan yaxshi xislatlaridan biri bu fidoyilik va sabr-toqatlaridir. Lekin bu xususiyatlar qachonki sizning shaxsiy chegaralaringizni buzish darajasiga borsa va qarshingizdagi inson uni manipulyatsiya qilish darajasiga o'tadigan bo'lsa, bu juda ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar siz o'z fidoyiligingizni chegarasini bilmaydigan bo'lsangiz, internetda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan bir qizning fidoyiligini oqibatida o'zini uyidan mahrum bo'lgan holat kabi juda ham yomon ahvollarga tushib qolishingiz mumkin. Bizning juda ko'pchilik erkaklarimizda ham o'sha biz hurmat qiladigan fidoyilik xususiyati bor. Lekin bu fidoyilik keragidan ortib ketsa, ayoli esa uni suiiste'mol qilishga o'tishlari mumkin. Shuning uchun ham ayollarda ham erkaklarda ham fidoyilik kerak, lekin albatta o'z o'rnida, muvozanatda shaxsiy chegaralarni